Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Muhammad Izzat. Tövəndə diqqətlə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. Erkin Asiya Radiosu'nun 30 Ağustos'daki xəbərdə atalmış Şinjan Uyğur Avtonom Rayonluq hökumət Afğanistandakı Talibanların Şərq Türkistan İslam Hərəkəti bilan bolğan çegrasını ayırışı və ularga zərb berishini tələb qilgan. Bu atalmış Şinjan Uyğur Avtonom Rayonluq hökumətinin tunji qitim Afg'oniston vaziyatidagi o'zgarish qarta ifoda bildirishi. Fransiya Xalqaro Radiosu'nun xabar qilishicha, bu talabni atalmış Şinjan Uyğur Avtonom Rayonluq hökumətinin bayonotchisi Elijan Inoyat 30 Avgust Beyjingda o'tkazilgan axborot yig'inida aytgan. O Şərq Türkistan İslam Hərəkətinin izchil Afg'onistonda to'planib, atalmış Şinjanning bexatarligi va muqimligiga tahdid ekanligi. Afg'oniston Talibanlarining Şərq Türkistan İslam Hərəkəti qatorliq atalmış barliq terrorlik tashkilotlari bilan bo'lgan chegarasini ayirishini, shundaqla ularga qat'iy va unumli zarba berishni umid qiladiganligini aytgan. Kuzatuvchilarning aytishicha, Şərq Türkistan İslam Hərəkətinin Afg'onistonda mavjudligiga oid aniq dalil bo'lmasa-mu, biroq Xitoy Kompartiyasi bu guruhning mavjud ekanligini ta'kidlab, bu orqali o'zining Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligini yopishga urinmoqda ekan. Xitoy Kompartiyasi 20 yil avval Şərq Türkistan İslam Hərəkətini terrorlikqa bog'lashda ularning Taliban va Al-Qoida bilan bo'lgan aloqasini sabab qilib ko'rsatgan. Lekin atalmış Şinjan Uyğur Avtonom Rayonluq hökumətinin bayonotchisi Elijan Inoyat 30 Avgust muxbirlarga Afg'on Talibanlarining rayon bexatarligi, muqimlik va taraqqiyot hamkorligidagi to'salg'ularni ep tashlab, aktiv rol o'ynashi va foydali sharoit yaratishni umid qiladiganligini bildirgan. Xitoy Kompartiyasi Ma'rif Ministerligi yangi o'qish yili arafasida boshlang'ich maktablarning 1 va 2 yilliklarida imtihonni amaldan qoldirganligini, boshqa yilliklardan har mavsumda faqat bir qitim oxirgi imtihon elindiganligini, to'liqsiz o'rta maktablarda ahvoli qarab o'rta mazgillik imtihon elishga bo'ladiganligi, imtihon natijasi radga turg'izilmaydiganligi yoki e'lon qilinmaydiganligi, o'quvchilarning imtihon natijasiga asosan sinf tangishishi, o'rindiq o'rlashtirishi yoki alohida belgi qo'yishiga yo'l qo'yilmaydiganligini rasmiy e'lon qilgan. Shundaqla yosh o'smirlarning haftada 3 soatdan ortiq tor o'yin o'ynamasligini belgilagan. Ammo e'lon qilinganki, Xitoyning imtihonga yuzlangan ma'rif sistemasi ostida imtihon yadroliq halqa bo'lib kelgan. Amdilikda Xitoy Kompartiyasi imtihonni zo'r darajada azaytgan, hatto amaldan qoldirgan. Bu qarmoqqa o'quvchilarning yukini azaytish tadbirida ko'ringan bilan ota-onalarning ansirishi kuchaygan. Navbatdagi ishlar obzorchilarning bildirishicha, Xitoy Kompartiyasining maqsadi bo'lsa, oiladagi bolalarni tarbiyalash tannarxini to'vallatib, yangidan yo'l qo'yilgan 3-bolani tug'ishga ilhomlantirish yilisi ekan. Xitoyning navbatdagi nopos krizisi Xitoy Kompartiyasi uchun haqiqatan bir ta'xirsiz ig'ir masala ekanligi. Texmi negizlik maqsadi edeviy tarbiyaga o'rin berish. Ma'rif Ministerligi orqali Xi Jinping ideologiya o'qishligini boshlang'ich va o'rta maktab o'quvchilari uchun majburiy darslik qilib, birini qo'shish orqali birini qisqartish usuli bilan boshlang'ich maktab o'quvchilarida qizil ideologiyaning nisbatini oshirishni maqsad qilgan. O'shaning beshida Xitoy Ningbo portining xizmatchisi Xitoy virusi bilan yo'qlanganligi uchun Xitoy doiralari bu portning butun mashg'ulotini to'xtatgan. Bu yer shari transport sohasiga cho'ng ta'sir ko'rsatgan. Bu voqea yer shari ta'minlash zanjirining ojizligi va portlarning bugungi dunyo iqtisodiyotidagi muhimligini gavdalantirgan. Yer shari savdosining 80% dengiz orqali tamomlandi. Port dengizning asosiy tuguni. Xitoyning o'zida dunyodagi oldingi 10 portning 7si bo'lib qolmay, 60 dan ortiq davlatdan Xitoy davlat korxonalari portga mablag' solgan, qurgan yoki ijaraga olgan. Gretsiyadagi Praus porti dengizning kesish eg'izi deb atalgan Agi dengizga joylashgan bo'lib, Yevropa qit'asi, O'rta Sharq va Afrikaga tutishadigan bo'lib, Gretsiya tilida muhim o'tganlikni qo'g'daydigan joy ma'nosini bildirgan. 2016-yili Xitoydagi eng chong dengiz transport shirkati bo'lgan Xitoy Okean dengiz transport cheklik shirkati portning boshqarish huquqini sotib olgan. O'tgan hafta Gretsiya soti Yevropa Janubiy darvoza portining texmi ko'p pay chekini Xitoy Okean dengiz transport cheklik shirkatiga sotishni tasdiqlab, Xitoy Okean dengiz transport shirkatining bu muhim o'rta dengiz markazidagi payini hozirgi 51% dan 67% ga o'stirgan. Xitoy Okean dengiz transport cheklik shirkati yaqinda Germaniyaning eng chong porti bo'lgan Hamburg portining payini sotib olish uchun jiddiy suhbat yapmoqda ekan. Shimoliy dengiz bilan Baltiq dengizining o'rtasiga joylashgan Hamburg porti dunyodagi eng muhim tashqi savdo markazlarining biri va Yevropadagi eng chong temir yo'l porti bo'lib, bu portning organ torbeti allaqachon Xitoycha nusxasini o'z ichiga olgan bo'lib, Yevropadagi eng chong temir yo'l porti Xitoyga boradigan yangi ipak yo'lda muhim rol o'ynaydi deyilgan. Bundan boshqa Xitoydagi yana bir chong portga mablag' solish, ichish va tijoratchi bo'lgan Xitoy savdogarlar guruhi o'tgan yili Yevropa, O'rta Sharq va Karib dengizidagi 8 yuqori sifatli terminalning pay huquqini o'tkazib olgan bo'lib,
Yer shari portlarının o'rlashtirilishi 27 davlatdagi 68 portga kengaygan. Xitoy port shirkatlarining organ tor bekiti va rasmiy taratqularning doklati va boshqa ommaviy kanallardagi uchurlarda ko'rsatilishicha, Jungoning port egizlarini setib olish, qurish yoki ijara berish qatorliq mablag' solish ishlari kam deganda 63 davlatga tarqalgan. Kuzatuvchilarning ko'rsatishicha, port faqat paraxotlarning kirib chiqadigan, to'xtaydigan o'rni bo'lib qolmay, yana davlatning import-eksport huquqi, savdo-sotiq almashtirish, paraxot yasash, quruq transporti, elektr to'r qatorliq bir yurish ul aslaha qurilishlari va iqtisodiy siyosatlar bilan bevosita munosabat ekanligini ko'rsatgan. Washingtondagi aqlli omri demokratiyani qo'g'dash fondining tadqiqotchisi Craig Xitoyning yer shari strategiyasining yadrosi dengiz bo'g'ziga joylashgan muhim jo'grafiyalik strategik ahamiyatga ega davlatlarda port qurishi Xitoy Kompartiyasining port joylashgan davlatlar emas, nurg'un ahvollarda qo'shni davlatlarga siyosiy ta'sir ko'rsatadiganligini bildirgan. Amerika armiyasi 30 avgust Afg'onistondan chekinishni tamomlagandan keyin 73 aeroplan, bronik mashina va yuqori texnikalik raketa mudofaa sistemasini qoldirib ketgan. Amerika armiyasi markaziy qo'mondonlik shtabi McKinney'ning bildirishicha, Amerika armiyasi 2 haftalik tarqoqlashtirish harakatining tamomlanishidan burun 73 aeroplanning qurolli hujum sistemalarini buzib tashlab, bu aeroplanlarni ishlatgili bo'lmaydigan holat keltirganligini, 70 dan ortiq minaga qarshi turish qaytarma zarba berish mashinasi va 27 Jomis mashina qolganligi. Har bir minaga qarshi turish qaytarma zarba berish mashinasining qiymati $1 million dan oshadiganligini, Amerika armiyasining chekinishdan burun hammasini ishlatgili bo'lmaydigan holat keltirib qo'yganligini so'zlab, bu sistemalarni cho'p söküş tartibining murakkab va vaqt ketadigan bo'lishqa, eng oddiy usul bilan hamma sistemalarni amaldan qoldirib, ishlatgili bo'lmaydigan holat keltirganligini ta'kidlagan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.